O'zbekistonda yangilik. Akalarimiz yangi innovatsiya g'oya qilishdi, qadrdonlar. Bu klenka bo'ladi, ichi teshik bo'ladi. Bu teshikni olib turib, apolovkani o'qini kirgizdirib turib, mana bunga o'xshatib kirgizdirib turib, qatirib, beton kuyib, masalan, qatgandan keyin chiqarganingizda juda ham oson yechiladi ekan. Shunday klenka qolaveradi. Mana buni sekin molotov turmasangiz ham qo'lda sug'urib olishingiz mumkin ekan. Xo'sh, bunimizda masalan sizga salafanning o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, 1000 metr ekan, bitta sezonga bemalol yetadi. 350 ming so'm. Undan tashqari mana bunday yangilik qilishib, qalinligi 2 mm listdan uz Lego brend ostida shunaqangi apolovkalarni ishlab chiqaryapti. Buning razmerlari bor, 60 70, 80, 90 1 metrliklari bor ekan. Mana 80 ligi qadrdonlar, общий komplekt 19 metr, narxi 11 million so'mdan boshlanadi ekan. Kimga qaysi razmerda kerak bo'lsa, sotuvda bor, tayyor. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqqan, ham yengil, ham ustakalarimiz tezda nima deydi, yig'ishadi, chatishadi shunaqa. Xohlasangiz bu yerda mana kolonna apolovkalar bor ekan, 40 ga 40, bolt gekali variantda. Narxi 1 metri 1 million 100 ming so'm, 3 metri 3 million 300 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Komintern qishlog'idan bo'lyapti. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.